O'zingizni nuqsoningizni ko'ra oldingizmi? Siz zo'r odam ekansiz. Haqiqatda zo'r odamsiz. Men malades deydi-yu. Nafaqat nuqsonni ko'ra oladi. Imkoniyatini to'g'ri chamalay oladi. Qobiliyati bormi? Demak, men shuni rivojlantirishim kerak. Meni xatoyimni tuzatib olishim kerak. Mana avvalgi ulug'larni holi nima bo'lgan? Oldinga intilishgan. Lekin namyonni unutib qo'yishmagan. Ojizligini. Oldinga intilishurgan, amallarni zo'r qilishgan. Ammo da'vo yo men qosirman, ojizman. Hozirgi aksar odamlarning teskarisi ekan-a? Qanaqa bo'ladi teskarisi? Faqat ular Diyora aytingchi. Hali o'ylamadingiz-a, Mirjamol? ular hozirgilar ko'pi shu yo'l zo'rman deydi, lekin amal bormi? Yo'q, afsuski yo'q. Amali bo'lsa, hech qachon odatda odam o'zini zo'r demaydi. Harakat qilamiz, xudo xolasa deydi, lekin bunday qarasangiz, haqiqatda yaxshi chiqayotgan bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Amal bilan da'vo bir-biriga unaqa to'g'ri kelavermaydi.